Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugundan boshlab milliy sertifikat imtihonlari boshlandi. Har kuni sizlar bilan qiziqarli imtihon savollarini ko'rib chiqamiz. Imtihonga kiradigan o'quvchilarimizga omad tilayman. Imtihonda birinchi smenada tushgan savol bu yerda. Arifmetik progressiyaning birinchi va ikkinchi hadlarning yig'indisi 3-hadga teng ekan va uchala hadning ko'paytmasi 384 ga teng bo'lsa, S10 ni toping deyapti. Bunda A1 plus A2 ni yo'qotamiz. A1 plus D teng A1 plus 2 D. Ya'ni A3 ni ham yo'q qo'ydik. Bu yerdan kelib chiqadi. A1 imiz teng bo'ladi D ga. Endi umumiy qo'yib chiqamiz pastdagisiga. D ko'paytirilgan A2 ni o'rniga 2 D ko'paytirilgan A3 ni o'rniga 3 D teng 384. Ko'paytiradigan bo'lsak 6D kub teng 384 bo'ladi. Bu yerda D imiz 4 ga teng bo'ladi. S10 ta hadning yig'indisini topishingiz uchun bu yerda yozganmiz A1 teng D ga. D imiz teng 4 bo'ldi. Demak, birinchi hadimiz 4 ga teng. 10-chi hadni topib olishni 4 plusdan 9 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Ya'ni n plus 1 D. Bu yerda 36 40 ga teng bo'ldi. S10 ni topib olamiz endi. 4 plusdan 40 taqsim 2 ko'paytirilgan 10 teng 220 bo'ladi.